Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va Cherada Master qarshi avtosalonining obunachilari. Bugungi kunda endi sizlar bilan Ariza 6 Pro intelligent avtomobilimizni video obzorini polni ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Ko'rishingiz mumkin Ariza 6 Pro intelligent eng oxirgi full paysas 1.5 lik turbina motor 130 ot kuchiga ega avtomobilimizda tur Porsche'li sepli motor hisoblanadi. Tan narxiga keladigan bo'lsa 279 million 900 hozirgi kunda avtokredit, rassrochka, leasing, naqd yo'nalishlardan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Avtomobilingizga birinchi ko'zingiz tushadigan joyi 360 kamera, slepoy zona, beskulchoy dostuplarigacha bor. Salon ishiga ko'rishingiz mumkin. Akalar polni kojadan ishlangan. Cruise control, multimedia sxemasi, полоса удержения, distansiya ushlash, 9 zoomli monitor, lyuk. Hamma qulaylik jihatlaridan bor. Eng asosiysi avtomobil ikki xil rejimda harakatlanadi, ya'ni Eco va Sport. Sedenalarigacha polni elektronika. Orqa ob'yomlaridan bir ko'rsatib o'taman. Sizlarga orqalarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Orqalarigacha polni ko'rishdi. Orqada reflektor konditsioner, podstakanchik, podlakolnik, orqa abagiriflar. Diskalarni ham ko'rishingiz bo'ladi. 52-17 lik sakat diskalar bo'ladi avtomobilimizda. Xo'p. Bularda oldi, orqalabo'y, ikkita yonbosh bakoylarigacha polni spiralli tarzda ishlangan. Orqa zadniy kameralari va 485 talik bagaj hajmimizni ko'ruvchisiz. Zapaska, balon ключ hamma shu yerda bo'ladi. Avariya ekranlarigacha. Mashinada orqa qismida oldi va orqa parknolik datchiklarigacha bor. Misol uchun orqada to'siq bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tarzda sizga xabar beradi. Hozirgi kunda ushbu avtomobilimizni minimal boshlanish to'lovi 15% yoki 25% boshlanish to'lovi bilan bir kun ichida o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ranglariga keladigan bo'lsa, ranglardan umuman xotirlamasangiz bo'ladi. Oq, qora va ko'rib turgan mokriy ranglaringiz ham bor. Hammangizni Ariza Master Cherada qarshi avtosalonda kutib qolamiz. Kelib, batafsil ma'lumot olib, ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol birinchi, ikkinchi va uchinchi paysalarda xarid qilib chiqib ketishingiz mumkin. Sizlar bilan Kamina Kamtarin Asadbek.